Mana kichkina bolalar mana qilib top tushib ketgan ekan, yozib so'rasak, uydoqlar so'kadi, ayam so'kadi, dadam so'kadi deyapti. Mana tosh otib chekka chiqaraman qilyapti. Chekkada tushib olgan bolalar. Tosh otyapti. Hozir bolalar yordam berishga harakat qiladi. Nariga burchak bor-ku, ash chekkalikda yaqinlashadi. Tosh otyapti. O'zdan kerak bo'lish bunaqasi. Mana qilib bu tepaga chiqib ketsa ham ular mashinadan kalla tashab, bemalol jo'nardi-da. Xullas. Hozir pashta uni tepasiga chiqsa, bunaqasiga ko'ndalangi yarimiga borib qoladi. Mana o'tsa, shu yarimiga o'rtasiga tashladi yo'q bo'ladi. Uncha. Men suv chiqyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana xudo xolisa bugun bozor kunida dam olishga keldik. Do'stimiz chekalingiz ko'tarib oling. Do'stimiz qo'lga qilyapti, hozir ochdi. Dada xo'ja qilib beradi. Farg'ona kanalimiz. O'chadi bu. O'zimiz oshnamiz lesi. Mana katta Farg'ona kanal. Bu yerda o'zimiz tepamizda, nari tomonda mahallamiz. Yerda o'zimiz xudo xolasa Farg'ona kanal. Mana o'qish ko'ryapsizlarmi? Ana shu haligi murojaat bo'yicha tashalgan, chunki bu boshi bo'ladi. Bizdan ham boshida bor. Bilasizlar, bizdan ham bosh tepada mana shunday ketib, xullas tutashib ketadi. Baliq tutayotgan akalar bor edi. Hozir endi biz kelib shovqinimizni eshitib ketib qoldi. Hozir bolalar ancha-muncha kam bor ekan, ana shunga ketishdi. Ularga dedi, bittasi taraq qilib oshnamiz ishqilyapti. Xullas, ham shanbalik, ham hashar deganda shekillik. Biz bosganda paytada bo'ladigan bo'lsa, obunachilarimiz mana shu katta Farg'ona kanalida mana shu birinchi bo'limni o'tirish joyiga, mana shu katta ko'prik oldiga kelaverasizlar. Mehr-oqibat obunachimiz desanglar, qaranglar, qushlar sayrayotgan yo'da bemalol dam olib ketaverasizlar. So'rilar bor. Hozir so'rilar ham olib kelishyapti bolalar. Bir 6-7 so'ri qo'yib qo'yamiz. Ochiqlaydi mana. Les, u yog'i ham, yo'da ham kichkina kanallar bor. Bemalol ko'rib, dam olib, baliq tutadigan bo'lsanglar, qalmoqlarni olib kelsanglar, ona chekkada bemalol tutib o'tirsanglar bo'laveradi. Svetlar bor. Mana shu anaqadan, naves ichida. Xullas, ana shu yerda 3 o'chigi bor. Ana shu yerda olingan. Ichkari tarqalgan. Bemalol kelib dam olib, oilaviy kelib dam olib, hordiqda olib kelsanglar bo'laveradi. Mana katta ko'prik bet. Mashinalar serqatnov. Uni yerda hozir ash ko'prik tagida bitta o'rdak ko'rdim. Ana shu o'rdakni syomka qilaman desam chiqmayapti, chamam bolalagan shekilli. Ana shu o'rdak. Ash tomonda. Mana shu o'rdak nari tomonda o'rdak tepaga chiqib ketdi. Bolalarga aytganim yo'q. Shu bolalagan shekilli ochib chiqadi. Innagim kelmadi bolalarga. Mana shu yo ashaylar chekirib ketdi, yo shug'ullasa ashay kirib ketdi. Ashtamonga. Ono shaxshabbadar. Endi har xil odamlar har xil tushunmasin. Endi mendan oqib kelgandan keyin katta suv, katta joyda oqib keladi. Shaxshabba to'silib qoladi. Hozirda 1,5 metr kamida tushgan. Chunki Andijonda o'zingizlar bilasizlar, bir ukamiz cho'kkanda 20 yoshli ukamiz. Ana shu ukamiz oila a'zolari murojaat qilgani uchun tushirishgan.
Kuzatib boringlar, xudo xolasa chiroyli videolar bo'ladi. Farg'ona katta kanaldan. Mana shu eshikni o'rnatdim mana do'stlarim bilan. Ashuncha sement oshiqcha qilib o'rganmiz ekan bolalarga endi o'rgatib qo'yapmiz uni. Sementlari ham bor. Shunga 1,5 qo'y. Va yuvishib olgina mana mashinaning ustini. Mana shunga bir marta ikkovara zapravka qo'yapmiz. Voy, irg'ib ketdi endi. Tepasiga chiqgan, tepasiga. Tepasiga chiqib irg'ib. Qo'yan, mana. Bu ham bo'ladi. Mana hurmatli obunachi bekarga qo'yib qo'ymadim videoni. O, 6-yo'ldanman. Izbosgan deyapman uni. O'zimiz mahallaning oxirida deyapman. Ona suvga kelishadi. Onetdan suv olib ichgani. Ketishadi. Mana shu shahardan ham kelganlarni ko'rganman. Boshqa joydan. Qaytarma, o'ni ilonmi uni? Qaytarma deydi. Qaytarma. Qani ilon? Nima gapiryapsan? Kelib ketdi, topaman mana shu ilon. Lekin o'nida bilan video bilan tushmabman, suv tezlab qol. Mana izbosgan dog'lar kelsa deyapman, mana shu yerga bunday ponni bemalol mana yerda birinchi bo'limni ko'prigini oldan shuni chapga qarab mana o'ringlar pishib qoladi yaqinda xudo xolasa. Bu yog'i les. Kelaverasizlar. So'rilarni qo'yapmiz mana shu yoqqa xudo xolasa. Ko'rgan. Kerak bo'lgan bunaqasi. Azza qilib bu tepaga chiqib ketsa ham ular mashinadan kalla tashab, bemalol jonlardi. Xullas.
Hozir pastda uni tepasiga chiqsa, manaqasiga ko'ndalangi o yarimiga borib qoladi. Mana o'ssa, shu yarimining o'rtasiga tashladi yo'q bo'ladi. Uncha. Men suv chiqyapti. Mana hozirgi chiqqan joyim Honetga chiqdimda. Xullas. Mana bu ham yotiq, bu ham yotiq. Ne yotiq? Bemalol kalla tashab. Sho'ng'il. Honetga so'r o'rnatyapmiz hozir. Xudo xolasa. So'rlar qilib Honetga ham hozir. Honetga bitta o'rnatsa, keyin ho yoqqa bitta o'rnatamiz. Les anaqa so'rni olib kelishyapti bolalar. Qo'ygan mana. Mana bu o'rik bo'ladi mana. Ko'ryapsizlarmi mana o'riklar. Oq o'rik, sukon o'rik, xullas hamma o'rikda mana qilib, o'nne shunaqa o'riklar bor. Ichkarida shoptollar ham bor. Eng qizig'i qo'qon gilozlar ham bor. O, nariroq. Bu yog'i lespon. Bu yoqqa ham o'rnatiladi. O, nariga bir to'rtta so'ri bor. O, neda bitta amaki baliq tutyapti. Kanalni qirg'alab. Hozir boramiz baliq tutgan joyga. Mana kichkina bolalar mana qilib to'p tushib ketgan ekan, yozib so'rasak, uydogilar so'kadi, ayam so'kadi, dadam so'kadi deyapti. Mana tosh otib chekka chiqaraman qilyapti. O, chekkada tushgan bolalar tosh otyapti. Hozir bolalar yordam berishga harakat qiladi. O, nariga burchak bor-ku, ash chekkalikda yaqin